Kış. Ayıp ketken oğlum qara. Kış. Assalamu alaikum. Kitap okuş munbiri Avlatla Torbetiga hoş geldiniz. Ben Nuriye Rahman. Bugün ben öyde. Asli köl boyuğa berip bir eser okup beray degan, lekin basam shamol bek kuchlikka shunga uyga qaytib keldim. Qo'limda dangliq yozuvchimiz Abduqodir Jaloliddinning Mavjudlik tashnoliqi Angliyada ko'rgan anglag'anlarim nomli kitobi. Bugün bu kitaptan sizlarga bir eserini okup beraman. Aldı bilen avtorning mazkur kitapga yozib bergan kirish so'zini bir okup berishni texim muvaffaq ko'rdim. Bu yer sharida bizmi bar degan mavzuliq avtorning kirish so'zi. Yer sharida bizmi bar avtorning kirish so'zi. Mavjudlik tashnoliqi degan kitobimni yozib oxirlashtirib, onu yenilik ve fikirge teşna okurmanlarımның qo'liga topshirish oldida turganligimdan yengillik ve aram his qilaman. Balkim kitobdagi ba'zi bir bayonlarni taltokisi yenilik deb ketkilikmi bo'lmas. Ammo ular yot iqlimlarga intilib, o'zgacha rayonlarni o'z ko'zi bilan ko'rish fursatiga erishalmagan kishilarimizga nisbatan oz to'la jalbkorlikqa ega bo'lishi mumkin. Eskertip qo'yish lozimki, masalaning negizi qandaqdir ko'rgan bilgan ishlarni tasvirlab qo'yishda emas, balki qalamga elingan ushshaq ishlarga nisbatan qandaq o'ylarda bo'lishda. Muallifning mazkur kitobni yozishiga turtki bo'lgani, uning Angliyada yurib, nihoyat cho'ng ishlarni ko'rib ketganlik emas, yoki Angliyaga chiqishni sharaf bilib, u yerdagi shaxsiy turmushini davron qilib qo'yishmi emas. Va yoki kichik ishlarni kitob qilib yozib, naf undirishmi emas. Yo'q, hargiz undaq emas. Kitob yozib, oilamni boqqudek nafga erishib boqqanimmi yo'q. Bu kitobni yozishimga haydakchi bo'lgan omillar hech bo'lmaganda mundaq bo'lishi mumkin. Men birdinla taraqqiyot darajasi, tuzilma shakli, turmush yo'sini bizga tamoman o'xshamaydigan bir jamiyatga borganim uchun bu jamiyatdagi har qanday odam, har qanday manzara, har qanday qiyofat, har qanday qoida ro'shan tortish kuchiga ega berindi. Men ana shu xil berilib ko'zitish davomida har qanday oddiy narsadan yengillik his qildim. Men ko'rganlik narsa menda selishtirma fikr xiyollarni uyg'otdi. Ehtimol diqqatimni tortgan o narsalar yerliklar uchun arzimas narsalar bo'lishi mumkin. Bir Qashqarlikka nisbatan uning atrofidagi turmush hodislari hech qanday ma'niga ega bo'lmagani bilan New York yoki Londondan kelgan sayohatchi uchun kishini intildiradigan ajoyib ishlar bo'lishi mumkin. Ko'rganlari to'g'risida astoydilroq o'ylab beqishni odat qilmagan kishilarning oldida mo'jiza yuz bergandimi, hech nimani o'ylamasligi mumkin. Biroq ma'naviy ko'zlarini ishqa soladigan kishilar uchun har qanday narsa mo'jizaga aylana oladi. Aslida insonning o'zini mo'jiza emasmi? Angliyadagi turmushim bakla oddiy, qaltis ishlarga yo'liqqudek yoki shohid bo'lgudek imtiyozimmi yo'q. Lekin ashu oddiy turmushimdagi shaylar haqida o'ylarni surib, o'zimcha zilzilaga kelgan paytlarim ko'p bo'lgan. Shunga meni o'y xiyollarga giriftor qilgan oddiy turmush ta'sirotlarimni o'qirmanlarimga so'zlab berib, ular bilan birga o'ylashni ravo ko'rib qoldim. Nihoyat afsuski, vatanga qaytib kelgandan keyin qo'limga darhol qalam ololmay, naq maydondagi nozik ishki kechirmishlarim g'uvolishib, faqat ideala saqlanib qoldi.
Şundaqdımı ayni çağdaki hislerimni əslashga ko'p tirishdim. Hislar ideyadek ro'shan bo'lmag'ini bilan qalbning teranligini ko'rsatadigan qimmatli qurishlardir. Gerçi men Angliyada uzun turmagan bo'lsam-mu, u yerda turib ko'rgan bilganlarimni kitob qilib yozishdek qiyin ishqa tavakkul qildim. Bundaq kitobni chet elda uzun turganlar yozishga haqliq deyishga to'g'ri kelganda, men faqat sukut qilishni tanlab olatdim. Ammo mening yozishga jur'at qilishim boshqalarning yo'lini etib qo'yish emas, balki yo'l etish. Yana bir sabab shuki, vatanga qaytib kelgandan keyin talabchan o'qirmanlarim meni ko'rganda Angliyadagi ta'sirotlarim to'g'risida bir narsa yozishga rag'batlantirdi. Ularning ichida pishqadamlar, studentlar va kitobxumar jamiyat yoshlari bor. Ishki o'lkalardagi o'tir maktablarda o'qiyotgan o'smirlar va yoshlarmi alaydan xat yozib, sodda, suyumli tavsiyalarini bildirishdi. Özünü izləş bu soğusida namlıq bu kitabım nəşrdən çıxandan keyin ko'nglida armonlar yelincab turgan yoshlar, bo'libmi oliy maktab o'quvchilari qizg'in xaridorlik bildirishdi. Farzandlari yangidan Yaponiyaga chiqib ketgan ba'zi ota-onalar ko'chalarda, to'y-to'kun va nazir chiroq so'rovlarida menga tashakkur izhor qilishdi. Hatto turmadan avatilgan dil bayonlarini topshirib oldim. Men bulardan xalqimizning dunyoni tushunishga naqadar tashna ekanligini tushundim. Albatta, bu tashnalikni to'liq qandirib ketolmayman. Bu jihatdagi xizmatni voyaga yetkazib qila olmayman deb qaramayman. Ammo shundaq bir ishni qilish kerakligini yaxshi bilaman. Eng yaxshi qilishni eng yaxshi qila oladiganlarga qoldiray. Ammo qo'limdan kelganini qilay deb o'yladimda, shuning bilan mazkur kitobni yozishga iroda qildim. Shunisi aniqki, men Angliyani to'liq tushunishdan xilali yiroq. Mendikilari faqat tor doiradagi bir yillik turmushning qadirmash ta'sirotlaridan iborat xolos. Shundaq bo'lg'achqa, Angliya madaniyati va tarixiga doir materiallarni ko'rishga to'g'ri keldi. Jungo va chet ellik qalam egalari yozgan bir qism kitoblarni ko'rib chiqqandan boshqa, yana Angliyaga oid sayohat qo'llanmalari, xaritalariga nazar selib chiqdim. Bulardan bilim va uchur xarakterli nurg'un ma'lumotga erishdim. Mening hammadan ko'p foydalanganim internet to'ri bo'ldi. Men bu qitimqi yoziqchiligimning internet to'riga intayin bog'lanib ketganligini hayronlik bilan payqadim. Kitobda yozgan nuqtaliq joylarni Google xaritasi orqali qaytadan ko'zdan kechirib, ayni vaqtdagi naq maydon haqidagi tuyg'ularimni qaytaladim. Arada intertori to'xtab ketganda yoziqchiligimni to'xtatishga majbur bo'ldim. Turmush va xizmatdagi turli masala, kishilik aloqalar yoziqchiligimni talay qitim o'zib qo'ydi. Bu kitobni tamomlash jarayonida ba'zi jurnallarning buyurtmalarini elib turdim. Dissertatsiyalarni ko'zdan kechirib, fikr yozib turdim. Xudoga shukr, mavjudlik tashnoligiga oxirgi chekitni urishga muvaffaq bo'ldim. Kitobda ba'zi o'rin va shaxslar to'g'risidagi detallar bir oz tafsiliy yozilgan bo'lishi mumkin. Hech bo'lmaganda bir qism o'qirmanga ziyoda inchikilgandek ta'sirot berishi mumkin. Muallifning maqsadi o'qirmanlarga boshqalarning yashash va o'ylash shakli haqida imkon qadar ko'proq yeb uchi berish bo'lganlikdan o'zining ular bilan bo'lgan muloqotlarini tasvirlashga bo'lgan moyilligini ko'rsatdi. Onundan qanchalik unum yaratishni o'qirmanlarning o'ziga qoldiramiz. Chunki har bir o'qirmanning unum qarashi o'xshamaydi. Angliyaga berishda men nurg'un ezgu niyatli kishining xolis yordamiga erishdim. Ularning yordami bo'lmagan bo'lsa, chet elga chiqish orzuyim ko'pga aylangan bo'ladi. Yana menga nurg'un do'stim, yurtdoshim va ixlosmenim himmat qo'lini sundi. Ularning duosining barakati bilan ba'zi kitob materiallarini ikkilanmay elishga muyassar bo'la oldim.
yuqori iste'mollik Londonda ziyoda ızdırap çekmey, tejashchanlik va planliq holda istiqomat qila oldim. Men ularga teşekkür eytiman ham sahabati uchun yaratquchidan asoyishlik tilayman. Kitapni bitkizgicha oilamdagilarning illiq sevgi rag'bati va tasalli himmatidan oziq oldim. Bu ma'nodan aytganda bir kitapni avtor yozdi. Onun atrofidagi kishilar avtorning yuragiga qon bilan jon berdi. Əcrim əlinin nəzərində əcirə aylansa, ushbu bəsdir. İç puşqı üçün kitab oxuyduğan kişilərə bu kitab yığır kelər bəlkim. Abduqadir Jaloliddin 2011-yil may Ürümçi. Ajoyib bir kamtar, bir esil kishi bu. Maqramsa, mazkur kitobga kirgizilgan birinchi asar ishlarni chekish oson emas. Boshlaylik. Ishlarni chekish oson emas. Azaldan xiyolchan, mungluq bir yigit edim. Tinshig'ashqa momam og'zidan samoviy cho'chaklarni. Sevgi dengizi cho'nqurlarida men qaynam tursam, ussuzluqum qanda qansun ichi ko'lchaklarni. Lutfullah Muhtallib. Hayatımda birer o'zgarishning yuz berishini xohlab qolg'ili xeyli yillar bo'ldi. Lekin hech ish yuz bermadi. Uyim bor, xotinim bor, bolalarim bor, xizmatim bor, maoshim bor. Qandaqli bo'lmasin, kun o'tkazgidek holim bor. Kunlarim ders o'tish, yig'inlardagi uzundan uzun besaramjon gaplarni anglash, to'ylarga berish, so'rovlarga anda-sanda daxil bo'lish bilan aldirash o'tib ketdi. Her kunda bir talay ish bor. Lekin bu ishlarda men yo'q. Ciddi qadamlardan qalgan izlar moddiy hayot qurshovidagi vasvasidan guvohlik beradiki, qalbim o'zining buruqtirma qepidan chiqmagan peti tushlarga sezik edi. Har bir qadam o'zimga haqiqiy tava bo'lgan o'zlikni dastlab, yotlashgan bir o'zlikni tiklaydi. Markus emgek kishilarning o'zlikni amalga oshirish jarayoni. Kishilar emgek orqali o'zining tabiatini yetildiradi va uni ifodalaydi degan edi. Vaholanki turmush kechirish uchun qilgan ishlarim insoniy negizimdan yiroqlash yoki uni ko'mib tashlash manziliga boshlab, go'yo haqiqiy o'zimdan uzil-kesil vidolashishga elib boradigandek tuyulmoqda edi. Ideya, emgek ve faoliyat deganlar ma'lum bir ijtimoiy formadagi insonning tub mazmunini tashkil qiladi. İnson o'ziga kerakli zarur manfaatlarga erishish uchun emgak qiladi. Bu ma'nodan aytganda emgak bir xil zaruriyat. Lekin inson emgak sharoitini o'zining tabiiy ehtiyoji va iqtidoriga asosan qabul qilish orqali o'zini namoyon qilishga o'tganda, emgak albatta xizmat va bir xil insani huquqa aylanadi. Şoňlaşqa emgek öz növbetide başqalar tartib alsa bolmaydigan huquq yoki hörlükdür. İnsan emgek qiladigan zöruriyatdan ayırıp etilib, tayyor nimetlerden bahramon qilinadigan e'tibor bandasiga aylantirib qo'yilganda, onun insani izzati kamsilishning zay zindonlariga mahkum bo'lgan bo'ladi. Onundaki ideya yigilab qoladi. Şunun bilen o tamak yeyiş, cinsi herislerini qandırış, uxlash qatarlıq biologiyalik hacetler dairesideki sezgilerini ideya deb qarab aladigan bo'lib qoladi. Buni ajdodlarimiz nafs degan uqum bilan ifodalagan. Bundaq ifoda bo'yicha aytganda, öz nafsining qo'liga aylanib ketgan inson o'zining qandaq inson bo'lishining tizginini boshqalarga tutqizib qo'ydi. Ahira o'zining insoniy shon sharafini xo'rliqqa almashtirdi. Ro'shanki, emgak bir xil huquqdirki, u boshqalar tarafidan qayta taqsimlab beradigan narsaga aylanganda, tabiiy holda
taqsimlaguvchi va taqsimlanguvchilar o'rtasidagi munosabatni keltirib chiqaradi. Bu munosabat barobarmi emasmi? Taqsimlaguvchilar hamon munosabatlarning aktiv tarafida turadi. Əmgək taqsimotini qabul qilguvchilar o'zining izzati va manfaati to'g'risidagi ideyaga ega bo'lmaganda turlik ijtimoiy munosabatdagi tegishli o'rnini yo'qotib qo'ydi. Natijada bu insoniy qadr-qimmatni yo'qotishga elib bordi. Bu yerda biz fransuz mutafakkiri Jean-Jacques Rousseau'ning inson tug'ilishidilla huri bo'lib, boshqalarning bo'yinturuqiga keyin tushib qolgan degan so'zni eslaymiz. To'g'ri. Əmgək aldı bilan insonning zarur hayotlik ehtiyojini qamdaydi. Ammo inson tirikchilik tashvishlaridan umr bo'yi qutula olmaydi. Vaqti va zehnini talada qolmaslikqa yoki osh qolmaslikqa sarf qilib o'tsa, uning futbol yoki chelishish musobaqalarini ko'rgandek hafsalasi bo'lmasa, she'r va musiqalardan bahrilanishga izoqi bo'lmasa, to'g'ri. Əmgək aldı bilan insonning zarur hayotlik ehtiyojini qamdaydi. Ammo inson tirikchilik tashvishlaridan umr bo'yi qutula olmaydi. Vaqti va zehnini talada qolmaslikqa yoki osh qolmaslikqa sarf qilib o'tsa, uning futbol yoki chelishish musobaqalarini ko'rgandek hafsalasi bo'lmasa, she'r va musiqalardan bahrilanishga zo'qi bo'lmasa, tabiatdagi qushlarning xush navolarga quloq solgudek holi bo'lmasa, haqqoniyatga intilgudek oliyjanoblikqa jur'at qilolmasa, qanday qilg'uliq? Tabiiyki, bundaq inson o'zi va yashayotgan muhiti haqida qayta o'ylanib beqishi, boshqa bir tanlashning mumkinchiligi haqida izinib beqish kerak. Ulug' bovimiz Ulug'bek Samarqandda rastxona qurib, cheksiz olam bo'shliqi va uningdagi yulduzlarni ko'zitib, sayyorlarning harakati haqida mulohaza qilgan edi. Jismoniyati Meyer Stephen Hawking olamning sirlari haqida dodil fikr qilib, bugungi zamon nazariya fizikasining buyuk allamasi bo'ldi. Buningdan shuni ko'ralaymiz-ki, koinotga nisbatan arzimas vujudga ega insonning hikmati koinotning hikmati bilan teng yoki uningdan yuksak bo'lib, uning kuch-qudrati o'ylash va fikr qilishda voyaga yetadi. Kichkina tajribaxonadagi Hawking poyonsiz koinotni o'zining faoliyat bo'shligiga aylantirg'ashqa, u o'zining mavjudiyatini cheksiz kengaytirib tushunishga muvaffaq bo'la olgan edi. Shu topda bu muhokamaga bolalik davrimdagi ruhiy holatimni taqqoslab boqqim keldi. Mahallimizdan 2 kilometr uzoq manganda bir ihota o'rmonlikni ko'rardik. Uningdan o'tgandan keyin bir qaqas soy bor edi. Soyning shimoliy chetida tap-taqir bir tog' bor edi. Balaliqim uzab ketganga qadar ashu g'ilang soyni kezib o'tib, taqi yamshib boqmabdiman. Sahroyimizning yo'llarida manganda, ingizliqlarda qo'y boqqanda, o'gizlarga chiqib laglak uchirganda, u tog' monaman deb ko'rinib turadi. Ba'zida o'gizda o'ltirib, tog'ning to'lg'inib yotgan uzun gavdasiga tikilib qaraydim. Tog'ning bir tarafi sharq tarafga so'zilib, ko'zdan g'oyib bo'ladi. Yoz kunlarida quyosh tog'ning sharqiy ufuqdagi Grimsan gavdasidan chiqib, vodlarni yo'ritadi. Uningga qarab, men yashayotgan jahonning doirasi mo'shunchilik ekan. Mahallam dunko'ptirilgan mavi qozonning tagida ekan. Avi ko'rinib turgan tog' jahonning oxirgi fasili ekan deb o'ylaydim. To'liqsiz o'rta maktabda o'qiyotgan mezgilimda ashu tog'ning bahordagi jigida o'rmoniga amgak chiqatdik. Bir qitim bolalikda bo'ladigan talbaligimiz tutgan muqandaq 10 nechimiz yanchiqimizni jigidlar bilan to'ldirib, qo'llarimizga uzun tayoqni elib, ko'z oldimizdagi taqir tog'ning kayniga o'tib boqmoqchi bo'lib atlandik. 1-2 soat mangandimiz
neçe ciradın öttük, neçe çoqquğa yamaştık. Xuddi tağdın tağ tuğuladıgandek çoqqular köpeymekte ve bargan seri igizlep barmakta edi. Yurtdan yiraqlaşkan seri namalum tabiatning qo'yini bizni dakki-dukkiga selishga başladı. Namalum bir endişe ve bara sezilayotgan harg'inlik irodamizni sundirishga başladı. Tağning u tarpiga o'tishni xohlaydiganlar azlashga başladı. Kollektiv ruhimiz berbat bo'lib, keynimizga qaytdi. Bu ishlarni anamga deb berib edim, u qo'rqqanidan meni ayblab ketdi. Orhan Pamuk bir asrda Allah'ın püylüşü bilen teng alemge ruh bilen birlikte Adem atının köz nurumu yeyildi degan edi. Keyin bilsem kainatning her bir bölüki ve her bir ornuga kiradigan yani mahbi numur Adem atının zamanıdala bana kaçılıp etilgen iken. Şonlaşka turvatkan makanımga kanaat kılmaydı ekenmen. Şonlaşka putum ziminde bolgan bilen nazirim yirak upuqlarda iken. Şonlaşka şamallarga ägişip pervaz kılgım keledi iken. Şonlaşka quyoshning keynidan ägäşgüm keledi iken. Şonlaşka ayning yüzüdeki dağlarga qarab içim seyirledi iken. İnsanның ramzi tuproq bolğını bilen ilahi nefes insanның ma'nisini bizge ma'lum ve nama'lum bolgan dunyoga qo'shib etgan edi. Şonlaşqa jiroqlarga, yeni burchaklarga talpinadi ekanmiz. Amisa ayni vaqtdagi men va do'stlarimni tog' kayniga o'tishga urindirgan sabab nima? Ashu kichkina mahalladan anamga ägishib piyoda yurib Qashqar shahriga kirganimning qaysi yillar ekanligini aniq esleyolmayman. Lekin mahallamizning sirtidagi natonish mahallalarni, mozorlardagi yeshil gumbazlarni, har xil kiyingan odamlarni ko'rdim. Jahonning mahallamizga baqqanda nihoyatda cho'ng ekanligini his qilib hayron qoldim. Bilgan narsalarim burunqidan ko'paydi. Bilganlarimni do'stlarimga aytib berib olindim. Endi bilsem, dünya bir muqaddas kitap iken. Onun yazıqlarını insan özünün Allah bergen köz nuri ve akıl idraki bilen tonuydu iken. Yazıqşunaslar tehi muayyenleştirişke ülgürmegen bu yazıqlarını mektep görmegen kişilerimi zor qumay okuyalaydı iken. İnsan dünyanın bu acayip yazıqlarını okuğan seri özünü qayt tonuydu iken ve bunundan baxtiyarlık his qiladi ekan. Nima degan güzel qurlar. Lekin kishilarni özünün to'lg'an yeriga bir ömür band qilib qo'yib, ularni hayot va o'zlik tuyg'usidan mahrum holda ketib qilishga majbur qilgan sabab zodi nimadir? Men ashu kichkina mahallamizdan hech yerga chiqmay ömrini tamam qilgan talay oq ko'ngil kishini ko'rgan edim. Ular bu dunyoda yer terish, o'rma o'rish, mol bordashdan o'zga ishlarning borligini yodiga keltirib qo'ymaydi. Ular mahallamizning osmonidan uchib o'tgan aeroplanlarga qiziqsinib bir qarab qo'yishadi-da, tapini ostidagi porpus to'plarni kechib yo'lini davomlashtiradi. Mahallamizdan chiqqan Yusuf Qarahaji degan kattaboyning Buxoro, Andijon, O'shlarga berib savdo qilganiga doir hikoyalar ular uchun afsona edi. Safar qilib turinglar, sog'lom va rizq nesibilik bo'lasizlar degan hadis sharifning ruhidan qaraganda mahallamizning kishilari kishilik hayotdagi bu xil nesibini yodidan tamoman chiqarib qo'ygan edi. İctimai bexudlik tug'mi bo'lmaydi. Undaqda ularni ashundoq baquru holatga keltirib qo'ygan narsa zodi nimadir? Emgak, ideya va faoliyat. İdeya paydo qilolmagan yoki ideyani adolat
yüksəkligiga көтөрәлмәгән әмгәк адамны tafakkursiz hayvan yoki mashina oldiga tushirib qo'ydi. Bundaq ahvolda odam o'zining tamoq qachısini qandaqdir bir hokimga tutqizib qo'yib, hamisha hokimning yashash mantiqasiga bo'ysunib yashashga majbur bo'ladi. Günlərinin ötüşü bilan onundakı şəxsi arzu və xaslıqның hüceyrələri qurub, özünün turmuş mühitidən heç nimə tələb qılmaydigan boldu. Şu tapda Livallıq yazğıcı Əmin Maallovның Samarqand namlıq romanidagi mundaq bir vaqe esimdən keçdi. Mavara Unnahir hükümdarı Nasırxan Samarqandda özünün aldığa tüzük çıxmağan əmir sepahlarını özünün qubulxanasında hazır boluşqa buyurubdu. Xanның sürlük qubulxanası mənsəbdarlar, sodigerlər bilan toludu. Cümleden bu yerdə 20-yə yaxın saray şairi taq boluşqan idi. Meydanda xanның özünü bürküt, quyaş, arslanğa oxşutub mədiyələydiğən şiirlərini anlaşını xalamaydıqanlıqı uqtırılıb. Növbət Buxaralıq şairə Cahanga gəlgəndə o şiir oxuydu. Şiirdə o Samarqand və Buxara zəməllərini sexilik bilən suğarğan Soğdi dəryasını tərifləyən idi. Bunun şəniga xan şairənin ağzığa sıqqıdak altın berişini buyuruydu. Şairə nəfsi boğulğıdak olub 46 altın təngəni tişləb alıdı. Naq meydanda bu əhvalğa qarab turğan Ömər Həyyam ələm və xorluq his qılıdı. Şu sorundaki qazı qalan Ömər Həyyamның ilim babidagi nadir sübətlərini xanğa məlum qılıb tonuşturdu. Xan köngli xoş paytlarda eytidigan adət sözü boyunca ağzı altın bilan toldurulsun deb buyurganda haqarat his qilgan Ömər Həyyam roza tutub algan edim deb özrə bildirdi. Ətrafdakilar Ömər Həyyamның bunda qap yürekligiga alaqzada boluşub ketdi. Ömər Həyyamның bahanəsiga anç qayıl bo'lib ketmagan xan iltifatımni rədd qilishingning boshqa sababimi bormi deb so'raydi. Ömər Həyyam bununğa javoban tövəndəki rubayini oxuydu. Netay, mən aldınğa ehsan sorab kelsəm. Naçar, yerin məndə danu nan sorab kelsəm. Bar bolsa ötünəy, sehi bol, vergin, insandək yaşaşqa imkan sorab kelsəm. Sorundakilar Ömər Həyyam xanның g'azabiga uchraydigan bo'ldi deb sarosimiga tushganda xon taxtadan tushib Ömər Həyyamni quchoqlab taxt tarafga boshlaydi. Ömər Həyyam g'ururni oltinga tegishmagan edi. Chunki g'urur oltindan yuksakdirki, nobud bo'lgan g'ururni olamcha oltin bilan to'ldirg'ili bo'lmaydi. Bu yerdagi g'urur shoir yoki olimning, eng muhimi dunyo herislariga qul bo'lmagan bir taqvodar olimning g'ururi edi. Nasırxan bizning hozirgi tilimizdagi feodal xon bo'lsa-mu, shoirdagi insoniy g'ururni farq etalaydigan ma'naviy kamolatga ega edi. Agar Ömər Həyyam bugungi materializm davrida yashagan bo'lsa, ilmning g'ururini mutaxassislikka tegishgan bo'larmidi? İnsanның çoğ kiçik hacetleriga yurgizilgan mutlaq hokimiyatchilik insoniyatni e'tiqod bilan yashash o'tirsidagi ziddiyatga, ideya bilan harakat o'tirsidagi qarama-qarshilikqa mahkum qilib, oyig'i chiqmas azobning ichida kishining xarakteri va ideya mustaqilligini yemirib tashlaydi. Bundaq vaziyatda insonlar orasida tabiiy bo'ladigan qarindoshlik, arxotulluq, ata balılık münasebetleri kişilerinin can bekiştek tabiatini kozırığa aylandırıp algan hükümranның iradesi boyunca gayri insani yönlüşke yeteklaydı. Bu halda kişiler mundaq iki xil yolның birini tallaydı. Biri
ideya, ya'ni aqida uchun yashash imkoniyatlari favqulodda tor bo'lgan. Hatto yo'qning o'rnida bo'lgan xavf-xatar yo'li. Yana biri yashash uchun ideya g'ururni surish qilmaslik yoki hech qanday insoniylik davosini qilmaslik. 20 asrdagi Hitler va Stalinning hokim mutlaqlik siyosiy tuzumi ostida yashagan ziyolilarning taqdiriga qarab boqaylik. Germaniya faylasufi Heidegger o'zining tamoq qochisini saqlab qolish uchun Hitlerning yo'lini saqlab, yoqlab so'zlagan edi. Stalin tarafidan oldinib Italiyadan dövletiga kelgan katta yozuvchi Maxim Gorki o'zining tamoq qochisidan tartib xususiy erkinligiga qadar hamma narsasini Stalinning kontroliga topshirib, bo'layotgan davlat terrorizmiga sukut qilganicha hasrat bilan o'lib ketdi. Uning vijdon bobidagi o'tkirligimi xarob bo'ldi. Natsistlar Germaniyasidan o'zini qochirib, chet ellarda sargardor bo'lgan ziyolilar qancha. Stalinning mustabidligidan o'zini qochirib, yot ellarda yashashga majbur bo'lgan ziyolilar qancha. Mayani sal qisqartib aytay. O'xshamagan etnik qavmlar, o'xshamagan til va madaniyatlar, o'xshamagan ideya va maslaklar, o'xshamagan siyosiy va iqtisodiy guruhlar o'zaro uchrashib, aqliy so'g'oqalliq tusida raqobatlashayotgan. Uchur va yengilliklar taraf-tarafda yamrab turayotgan favqulodda bir davrning odami bo'lish sifatim bilan kishilik zittim va e'tiqodim uchun to'yg'un holatda yashashim kerakligini har daqiqa his qilib turaman. O'zimni mukammallashtirish, jamiyatdagi o'rnimni boshqalar bilan barobarlashtirish uchun har zamon fursat izlashim kerak edi. Fursat zada qandaq nima? Fursat kutib turishning emas, urinib turishning natijasi. Fursat har bir odamning o'z muhiti va o'z zamoniga yarasha aktiv faoliyat qilishidan tug'iladi. U birovdan birovga beriladigan narsa emas, balki pam bilan elinadigan narsa. Shunga fursat ba'zida siyosiy ma'niga, ba'zida iqtisodiy ma'niga ega. Fursat shaxs bilan davlat o'rtasidagi qonuniy ahdining muayyan zamon va makondagi konkret ijro bo'lishidir. Bu ma'nodan aytganda, fursat asosiy qonun va'da qilgan huquqning shaxs tarafidan tashabbuskorlik bilan o'tkazib olinadigan ashu konkret vaqtidir. Fursatdan mahrum bo'lish odamni tirnoqsiz shirga o'xshatib qo'yadi. Tirnoqqa elib etilgan shir har qancha kuchli bo'lsa-mu, qudratini joriy qildira olmaydi. Fursatdan mahrum bo'lish ba'zida odamni songdagi chashqonlar oldida bo'yni bog'langan mushukdek ahvolga tushirib qo'yadi. İnsani muloqotlar yer sharlashgan bugungi kunda fursatmi dunyoviy kenglikka ega bo'ladi. Bir yakanlik bola Yevropada o'qishni ko'ngliga puksa bo'lmaydigan yeri yo'q. Bir amerikalik Qashqarga kelib Uyg'ur folklori bo'yicha ilm tahsil qilsa, buningmi bo'lmaydigan yeri yo'q. İlg'or qonunlarning hammasi kishilarning fursat izlash istaklarini daxli taruzsiz holda kapolatlantiradi. Nopus bilan pasport fursat hukmini markazlik aks ettirib beradigan siyosiy dastaklardir. Fuqarolarning nopus va pasport jihatdagi huquq imkoniyatlarining oz ko'pligi ularning fursat jihatdagi tanlash imkoniyatlarining qanchalik darajada ekanligini ko'rsatib berdi. Eng keng tanlashga bo'lgan eng ko'p hurmat fuqarolik huquqini qo'g'dashdan iborat qonuniy nizomning eng yaxshi samimiyatidan derak beradi. Bu narsalarga nisbatan qonuniy ahdidan tashqari qattiq kontrol fursatlarini monopollash bo'lib, bundaq vaqtdagi fursat mahallaviy yoki rayon doirasida cheklanadi. Bir odam agar uyidan chiqmasa, uning biladiganlari uyining doirasichilik bo'ladi.
Bir adam mahallesinden neri ötmese, onun ini aşu mahalligila layık boludu. Bundaq adamlarning ong ve tefekkürünü dünya kezip turadigan adamlarning ingi bilan selishtirish mumkinmi? Az tola o'qib qolganligim uchun dunyoni tushunib, o'zimni tepish herismanligi yuragimdan o'rin olgan edi. Bu herismanlik meni Qashqardan Urumchiga elib keldi. Uzun yillik tirkishlar natijasi meni Yaponiya safariga ulashtirdi. Yaponiyadagi bir yillik ilmiy hayot o'zimdagi nurg'un ojizlikni to'nitdi. Ojizliklarni to'nish aql ko'zimni yo'ritdi. İlim safarining ibtidoiy bosqichida turayotganligimni bayqagan ashu paytlarim qo'ldan ketgan haqlarimga ochiq nadomat hissiyotini uyg'otdi. Men kuchimning yetishicha o'zimni tarbiyalab, qarg'a kelgudak odam bo'lishga tirishib keldim. Jiroq iqlimlarga berib, bilim elish tamasida davomli fursat izladim. Axir fursat keldi. 2006-yılı kuzda Şinjan Uyg'ur Avtonom Rayonluq Ma'rif nazoratining hukumat xarajati bilan ilmiy ziyoratga chiqish turiga qarta yo'llagan iltimosim tasdiqlandi. Ilmiy ziyoratimni qabul qiladigan sohibxona ilm yurti Cambridge Universitetining Markaziy Osiyo munbirining chaqiriqimi yetib keldi. Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashma Podshohligi Angliyaning Jungodagi bosh elchixonasi iltimosimdagi ba'zi bir kamtiklik tufayli birinchi qitimliq iltimosimni rad qildi. Rasmiyatlari to'liqlangan ikkinchi qitimliq iltimosimni tasdiqlab, Angliyaga kirish vizasini berib berdi. Bu arada qanchalagan bosug'idan o'tdim, qanchalagan odam bilan so'zlashdim. Qimmat qarashimga muxolif qanchalagan kechikdan o'tdim. Buni tasvirlab o'ltirishni ortiqcha ko'rdim. Chunki o'qirmanlarimning o'zlarining hojatlarini ravo qilish davomida sarguzashtlarimga o'xshab ketadigan ta'sirotlardan yetarlik hosil oladiganligiga ishonaman. O'qirmanlarimning kechirmishlari ularni cho'qim mening bosiqlar haqidagi o'y xiyollarimga boshlab kiralaydi. Albatta. Muhitimda biror o'zgarishning yuz berishini xohlab qoldim, lekin undaq bo'lmadi. Endi hech bo'lmaganda o'zimni o'zgartib beqishim, buning uchun jahonni ko'zitadigan nuqtamni almashtirib beqishim kerak edi. Kitoblardagi bilimlar meni zaiflashtirib atgandek tuyuldi. Televizor, gazet qatorliq ommaviy taratqular ko'zlarimni to'rlashtirib qo'ydi. Go'yo bilimlarim dunyoni to'sib nazarimdan qo'yayotgandek umidsiz kayfiyatga yetib qoldim. Ruhimni o'lik qoidalarning kepiniga o'rab yashayveramdim. Bosh ko'tarmay kitob o'qiyotgan Jaloliddin Rumiyni ko'rgan Shamsiddin Tabrizi bo'ldi, o'qiyveramsan deb to'g'lagan ekan. U haqiqat kitobda emas, jonli hayotning o'zida. Oyni quduqdan emas, osmondan izda demoqchi edi. Menga osmon kerak edi. Osmonlarga uchadigan qanot kerak edi. Shunday qilib, bir qitimliq parvoz fursati yaqinlab keldi. Tugadi. Ma'qul amsa kitob o'qish munbirimizning hurmatli mushtariylari. Munbirimizga kelgan qarindoshlar, bugungi kitob o'qishimiz mushagicha bo'lsin. Mazkur kitobdagi asarlardan tanlab huzuringizga yana davomli sunaman. Xayr, xo'sh, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Oy.
Assalam. Hey, hoş.